Uх ты. Sport rejimdamidi? Gap yo'q. Razgonni ko'rmoqchiman. Neytralka, zadniy va drive. Tormoz qo'yamiz. Bitta razgonni ko'ramiz. To'xtang. Ikki rejimda ekan, sport rejimga olamiz. Ketdik. O. Uх ты. Akalar, realni tezligi bor-ku, razgoni. Havo uchun отдельно kompressor qo'yilgan ekan, tormoz uchun. Chunki bu elektromobil bo'lgani uchun tormozlar bari havoda ishlaydi. Ular воздушный havo tormozlar juda baribir ishonchli, gruzovoylarda akalar yaxshi biladi. Resorlari baquvvat ishlangan ekan. Ramalar двойной rama turibdi. Qarang, даже batareykaga alohida rama ketgan. Alohida shassi rama, ustiga borchi alohida rama qo'yilgan. Shinalar 16 ekan, L16. Zapaskalari bor ekan. Zadniy kamerasi ham bor ekan, ishlanadi. Orqaga haydaganda yaxshi. Alohida ikkita batareykasi bor ekan, bu sistema uchun qo'yiladi. Любой elektromobillarda bo'ladi bu narsa. Ramasiga 5 ketdim, nima sizlar ekan. Ramasi juda baquvvat ishlangan ekan. Bu